Assalomu alaykum o'rtoqlar, videolarda ko'raman. Hali chig'anaq bor. Shunaqani ushlab turib, ichidan tosh olyapti-da, qimmat toshlar. Pullar ko'payib ketyapti. Bizga ham ko'payib ketamikin-a? Mana, biz ham mana shu yerdan topdik mana kattasini. Mana shuni yoramiz. Qani? Qani? Kimdir bormikin? Onasini yetsin. Hech kim yo'q. Zizi ham yo'q-ku, Zizi ham. Nimaga yurak bag'rimizni ezaverasan senlar? Qon quvarding. Qani yana? Hop ket. Pulim ko'payib ketsa, senga birinchi o'rinda yaxshi miyo beraman, o'rtoq. Yo'q mana, hech bola yo'q ekan-ku. Faqat ertaga aytaverasan sen. O'yim kattasi o'tdi-nu. Qani? Kattadir. Mana men yerda ham bitta bor ekan mana. Ikkita ekan. Ikkita ekan, yorib ko'raveraylik-chi, ajo'mas. Baxtimizni bersa. Mana ikkalamiz nimalardir orzu-havaslarga berilib yuribmiz-da. Biz o'z baxtimizni, pulimizni unaqa bo'yidan qidiryapmiz. Qaydan? Anjan kanali ichida. Mana nima o'qib yoraylik? Boshingga urib yor. Nimadan? Voy, bab senga yangi miyo beraman-ki, miyangga uraveray. Menga yangi miyo ola aka. Uraydi. Yo'q, xullas ichidan loy chiqyapti, azizlar, foydasi yo'q ekan. Eski miyada qolaveradi. Ha, u ertaklarga orzu-havaslarga berilmaydi. Men o'zimni sinab ko'rdim. Endi mana shu yerga o'zimni ancha baliq bor joyga tashlayman. Cho'llang, qo'lim loy edi. Sog' bo'lsin.